AQSh tarixida eng boy prezidentlardan biri Jorj Vashington. Uni boylik bo'yicha faqat ikkita prezident ortda qoldirgan. Vashington pul ishlashni 17 yoshdayoq boshlagan. Yer o'lchovchi bo'lib ishlagan va sotuvga qo'yilayotgan yerlar haqida boshqalardan oldinroq xabardor bo'lgan. 20 yoshda esa ilk 1459 akr, ya'ni 590 gektar yerni sotib olgan. Keyinchalik esa akasidan katta mulk meros qilib olgan va eng qiziq joy esa eng boy beva ayol Marta Kastisga uylangan. 1789-yilda prezident etib saylanganida Vashingtonda 52 ming akr yer, tegirmon, spirt zavodi va boshqa ko'plab aktivlarga ega edi. 99-yilda esa vafot etganida uning boyligi 530 ming dollarga teng deb baholangan. Bu hisob esa hozirgi kunda 700 million dollarga teng. Tarix shuni ko'rsatadi va ko'rsatib kelgan. Boylik har doim ham naqd pul degani emas. Ba'zan eng katta kapital, yer va aktivlar bo'ladi. Amerika va dunyo haqida qiziqarli ma'lumotlar kerak bo'lsa, albatta sahifamga obuna bo'ling.